Ha, oyijon. Voy ha, kuyingiz bilasizmi? Menga Tailandga 2 ta bilet olib kelibdilar. Agar anov bo'lsa-chi, o'zlari bormaydigan bo'lsalar, sizni olib ketaman, xo'p? Kuyingiz bor, nima g'amim bor? Da, oyijon. Hozir 1 minut, oyijon, kuyingiz qilyaptilar. Alo. Assalomu alaykum. Sizga shifoxonadan telefon qilyotgandik. Tushunmadim. Eringiz 4-chi etajdan yiqilib tushibdi. Qayerda? Ishxonasida. Tushunmadim, nima bo'ldi? Tezroq shahar shifoxonasiga yetib keling. Yaxshilami o'zi? Hozir boraman mana. Ovqating tayyor bo'lmadimi? Nima? Ovqat? Ro'zg'orga qilib qo'yuvdingiz, qarab qo'yuvdingiz, ovqatim tayyor bo'ladi. Zo'rg'a yeplayapman o'zi ovqatni. Choy qo'yib qo'yganman, hozir olib boraman. Borib o'tirib turing. Oling choy. Ay, ko'rmisiz, kuydim. Qarasangiz, bo'lmaydi siz o'zi shunaqasiz. Ay, qo'lim. Siz bilan yashab o'zi nimaga erishdim? Ajrashaman, yashamayman men siz bilan. Bu yog'iga menga nima qilib bera olasiz? O'tirgan bir cho'loqsiz. Siz bilan yashagandan ko'ra yashamaganim yaxshi. Ajrashaman. Onamnikiga ketaman. Bu yog'iga birim ikki bo'lmaydi meni. Hech narsaga yaramaysiz ham. Nima qilib berdingiz shu vaqtgacha menga bilmayman. Qilib bergan anu jentriz, men bu uylaringizni gapirmang. Bu yog'iga nima ko'raman men sizdan? Ajrashaman. Cho'loq. Qizim, yaxshi keldingmi? Moyjon, yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tuzumisiz? Yaxshi, rahmat qizim. O'zing yaxshimisan? Kuyovim qalay, yaxshimi? Oyjon, o'sha kuyingiz haqida gapirmang umuman. O'zi asablarim buzilib keldi. Vobshe. Shunaqa jonimga tegib ketdi o'sha kuyovingiz. Nimaga? O'zing sevib tekkan eding-ku. Oyjon, sevgan bo'lsam, o'sha vaqtda puli bor edi, dang'illama uchastkalari bor edi, tegida mashinasi bor edi. Hozir o'sha cho'loqni nimasi bor? O'tirgan cho'loq bo'lsa, endi bu yog'iga u menga hech narsa qilib bera olmaydi. Bo'ldi. U do'rlab o'tib ketdi, oyijon. Men u uyga bormayman boshqa. Mana shu uyda yashayman. Qizim, kalitingni yo'qotibsan. Kalit? Oyijon, men hamma kalitlarimni olib kelganman. Yo'q, jannat kaliti qizim. Jannat kaliti?